bodomlari gullaydi. Xullas, daraxt zoti borki, barchasi gullaydi. Bahor nafasi, hayot nafasi olamni tutgandek bo'ladi. Lekin kichkinagina bir epkin, kichkinagina bir shaboda daraxt gullarini yer bilan bitta qiladi, yakson qiladi. Insonning umri ham shu daraxt gulini umriga o'xshaydi. Daraxt guli tanasiga qanchalik omonat bo'lsa, siz bilan biz ham dunyoga shunchalik omonatmiz. Shu omonatlikni qadriga yetaylik. Bugun borib ayting do'stim, menga juda ham keraksan deb bugun ayting. Otajon, yelkamda ko'tarib hajlarga olib boray deb bugun ayting. Onajon, seni juda ham yaxshi ko'raman. Quling bo'lib umrimni oxirigacha xizmatingni qilay deb bugun ayting. Ertaga bu baxtlar kimga nasib qiladi, kimga